Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola o'quvchi va abituriyentlar uchun mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Mutolaadan oldin. Sizningcha she'r nima haqida? Shoir kimni yoki nimani sog'ingan bo'lishi mumkin? She'r haqidagi mutolaadan avvalgi va keyingi qarashlaringizni qiyoslang. Nimalar o'zgardi? Sog'inish she'ri. Zo'r karvon yo'lida yetim bo'tadek, intizor ko'zlarda halqa yosh. Eng kichik zarradan Yupitergacha o'zing murabbiysan, xabar ber quyosh. Uzilgan bir kiprik abad yo'qolmas, shunchalar mustahkam xonai xurshid. Bugun sabza bo'ldi qishdagi nafas, hozir qonda kezar ertagi umid. Xoki anjir tugab qovun g'arq pishgan, baxtli tong otar chog' uni kuzatdim. Bir mal'un gulshanga qadam qo'ymishkan, joni bir jondoshlar qolarmidi jim? Ha, unda yetuk edi meros, mard, g'urur. Ostonani o'pib qasamyod qildi, ukalarin erkalab o'zimday mag'rur. Ya'ni obod uyimni u dilshod qildi. Iblisning g'arazi bo'lgan bu urush albatta yetadi o'zin boshiga. O'g'lim omon keladi g'olib muzaffar, gard ham qo'ndirmasdan qora qoshiga. Ne qilsa otamen meros hissiyot, jondan sog'inishga uning haqqi bor. Kutaman uzoqdan ko'rinsa bir ot, kelayapti deyman ko'rinsa g'ubor. Bahor novdasida bo'rtgan har kurtak, sog'ingan ko'ngilga berar tasalli. Ko'chatlar qomati eslatganidek, nafasin ufurar tong otar yili. Kechqurun osh sussak bir nasiba kam, ko'msayman birovni alla kimimni. Doimo umidim bardam bo'lsa ham, ba'zan vasvasalar bosar dilimni. Balki bir g'alat o'q yo xavf xatar xazinai umrimdan yo'qotdi olmos. Yo'q, u o'lmas, qadami olam yaratar. Hayoti bu olam sizu bizga xos. Tong otar chog'ida juda sog'inib, bedil o'qir edim, chiqdi oftob. Loyqa xayolotlar chashmaday tindi, pok-pokiza yurak bir qatra simob. O'rog'u gulqaychi istak ko'tarib, hovrimni bosishga boqqa jo'nadim. Hasharchi qo'shni qiz uning sevgani, ma'yus bosar edi orqamdan odim. Bog'da sarvinozim yo'q edi garchand, ko'makchim arg'uvon yoring Nafisa. Seni sog'inganda qildim gul payvand, bu bahordan hayot olardi bo'lsa. Dur bo'lib taqilur yorning bo'yniga, sadafday ko'zimda behuda bu yosh. Ikkoving ikki yosh, labing labiga qo'yar, vasvasamdan kuladi quyosh. Asaldan ajragan mumday sargayib, ini yo'q aridek tozgiganim yo'q. Ulug' e'tiqodda olaman qarib, abaddir mendagi padari xub. Sizlarni keldi deb eshitgan kuni, o'zing to'qib ketgan katta savatda to'latib shaftoli uzib chiqaman. G'alaba kunlari yaqin albatta. Yayov ko'ksim ochiq, boshda shaftoli, xuddi mo'ylabingdek mayin tuki bor. Har bitta shaftoli misoli kulgu,
shafaqday nim pushti sarin beg'ubor, suyganing labida reza ter kabi, unda titrab turar sabuhiy shabnam, munchalik mazani topa olmaydi uyquda tamshangan chaqaloqlar ham. Ey o'g'lim, jonginang salomat bo'lsin, o'z bog'ing, o'z mevang, danaging saqla. Shu meros bog'ingni o'z qo'lingga ol, menga topshirilgan merosi haqla. Bog'da tovus kabi xiromon bo'lib, umid danagini birga ekingiz. G'olib kelajakni sayr qilaylik, mushfiq onaginang bilan ikkimiz. Vaqt she'ri. G'uncha ochilguncha o'tgan fursatni kapalak umriga qiyos etgulik. Ba'zida bir nafas olg'ulik muddat ming yulduz so'nishi uchun yetgulik. Yashash soatining oltin kapgiri, har borib kelishi bir olam zamon. Koinot shu damda o'z kurrasidan yasab chiqa olar yangidan jahon. Yarim soat ichida tug'ilib, o'sib, yashab, umr ko'rib o'tguvchilar bor. Ko'z ochib yumguncha o'tgan dam qimmat, bir lahza mazmuni, bir butun bahor, bir onning bahosin o'lchamoq uchun oltindan tarozu, olmosdan tosh oz. Nurlar qadamingla chopgan sekundning barini tutolmas. Ay xonnos ovoz. Yigit termiladi qizning ko'ziga. Kiprik suzilishi, mayin tabassum. Qo'sha qarimoqqa muhr bo'ladi hayotda ikkilab qovushgan bir zum. Yashash darvozasi ostonasidan zarhal kitob kabi ochilur olam. Tiriklik ko'rkidir, mehnat, muhabbat, fursatdir qilguvchi aziz, mukarram. Bebaho damlarning tirik joni biz har ona 60ning 100 yiliga teng. O'zbekning barhayot avlodlarimiz har nafas mazmuni fazolardan keng. Qatrada osmon aks etgandek jahonday ma'nodor qorachigimiz. G'olib asrimizga quyoshdan mashal, zamon ko'rasining sonmas chogimiz. Zamoni soati zang urar mudom, minglab hodisalar minutlarga qayd, qahramon tugildi, shahar olindi, bir gigant qurildi sharafli bu payt. Reichstag ustiga g'alaba tug'in. Qadashda otilgan jangchining o'qi yalt etgan umrla barqaror qildi basharning muqaddas oliy huquqi. G'alaba amrila mag'lub nemisning generali qo'l qo'ydi 3 sekund faqat. Shu mal'un imzoda odamlar o'qir million yil fashistning umriga la'nat. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq chog'idir umr daftarin. Shuhrat qoldirmoqqa Gerostratdek Diana Mabadin yoqmoq shart emas. Ko'plarning baxtiga o'znikin jamlab shu ulug' binoga bir g'isht qo'ysak bas. Har lahza zamonlar umridek uzun, asrlar taqdiri lahzalarda hal. Umrdan o'tajak har lahza uchun qudratli qo'l bilan qo'yaylik haykal. Hayot sharobidan bir qultum yutay. Damlar g'animatdir, umrzoq soqiy. Quyosh-ku falakda kezib yuribdi. Umrimiz boqiydir, umrimiz boqiy.